Bugün bir yaşlı kun ekan, Aliyar aka, Xudoyberdiyev. Bu kishini men 99-yil ishga kelgan bo'lsam, o'sha yildan beri bilaman, 27 yildan beri. Mana shu tug'ilgan kuningizga kombinatimiz direktori Sanatqulov nomlaridan sizga alohida tashakkurnoma bor ekan. Shuni o'qib eshittirmoqchiman. Umringizning 60 yilligini ishlatgan quvonchli kunlarda bizning ham eng samimiy tabrigimizni qabul qilgaysiz. Novikon metallurgiya kombinati ravnaqiga qo'shgan ulkan hissangiz e'tiroflarga loyiq. İşlaringiz, boy tajribangiz o'sib kelayotgan yosh avlodga, shogirdlaringizga sidqidildan o'rgatganligingiz tahsinga loyiqdir. Biz ishonamizki, hali ko'p yillar hayotda tajribangiz, bilim va oqilona nasihatlaringizni insonlarga ulashishdan charchamaysiz. Qalbingizda g'ayru shijoat, vatanparvarlik, faollik, fidoyilik, hayotni sevish, umrbod hamrohingiz bo'lsin. Sizga yaratgandan uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Hamisha farzandlar, nabiralar va shogirdlar arog'ida sog' bo'ling. Aka, tabriklaymiz. Sizga sog'lik salomatlik. Siz bilan birga ishlaganimdan xursandman aka. Siz ustozman aka. Mana shuncha yil o'qitdingiz buni. Yuzlayvering. Bizga ham nasibsiz sizga o'xshab pensiyaga chiqish, mana ishlayverish aka. Uzoq umr, sihat, salomatlik, jiyanlar bo'shi, yangi bo'shlari sog' bo'ling aka. Charchamang. Sog' bo'ling aka. Uzoq umr ko'ring. Shu originali bilan qo'shadi. Yoshlarga ham hammamizga nasib qilsin. Mana shunaqa chapon bo'lish, nima deydi, mana shunaqa stajga ega bo'lish, yoshga ega bo'lish hamma yoshlarga hammaga nasib qilsin. Tabriklayman. Rahmat. Uzoq umr Kaskangiz. Hammasi ishlar nomidan tabriklayman. Alloh sog' salomat yuring. Qo'shadalik akaman. 30 yil bo'lgan bo'lsa, baribir ham shunday bir stajda bo'lib istovlaringa yaxshi isting deb, bizning жұмысimizni sal og'irlov, ya, ответственный жұмыс. Sizlarda ham yaxshi безотказно bizlar qilib, yaxshi kombinatimizda ustalarni o'ziga tilakdasiz. Charchamanglar.